Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Universal kanali va bugun biz yangi video rolik. Bugun video rolikimiz Ichki ishlar vazirligining akademiyasining o'tish ballari haqida gaplashamiz, chunki izohlarda ko'ryapman, ko'pchilik shu haqida ham ma'lumot so'rabdi. Va mana bu ma'lumotlar rasmiy e'lon qilingan ekan. Va shu ma'lumotlarni sizlarga hozir bir maketini ko'rsatib beraman. Bu yerga qarang, mana ko'rganingizdek, bular 2026-2027 o'quv yili uchun O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar vazirligi akademiyasining kunduzgi ta'lim bakalavriatiga nomzodlarni tanlash va o'qishga qabul qilishdagi o'tish ballari hisoblanadi. Bu yerda 18 ta yo'nalishi bo'yicha ko'rsatib o'tilgan. Va bu yerda eng kam to'planadigan ballni aytadigan bo'lsak, xo'p, raqamli texnologiyalar sohasida jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyat ta'lim yo'nalishi bo'yicha 32,75 ball kerak bo'lar ekan. Va qolganlari shu ketishda davom etgan va eng yuqori ball bu yerda 65,25 ballni tashkil qilayotgan ekan. Tanishlaringizga yuborib qo'ying, chunki bu sohani bilaman, ko'pchilik qiziqadi, ma'lumot topishga qiynaladi va aynan mana shularga biror manfaatli bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun bemalol videoni tarqatib qo'ying. Yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qo'ying. Va shuningdek, shu joyda aytib ketay, bizda mana bu ko'rganingizdek Telegram web kanal. Bu kanalga qo'shilmoqchi bo'lsangiz 50 ming to'lov qilasiz va bu yerda shu kabi foydali ma'lumotlar bor. Yana bizning konsalting xizmatimizni ham qo'shimchasiga olasiz. Ya'ni siz tomonidan berilgan savollarga biz javob berib boramiz. Qayerga o'qishga kirish kerakligini, qayerga hujjat topshirish kerak ekanligini, nima kerak bo'lishini hammasini sizga tushuntirib, qo'ldan kelgancha amaliy yordam beramiz. Shuning uchun ham izohlarda mana shu kerak bo'ladigan o'sha xizmat Telegram hisobingizni bering deb izohlarda yozib qoldirsangiz, men sizga Telegram hisobimni tashlab beraman. Hozircha video shundan iborat.